daqiqa. Okay, endi eshitilyapti. Xo'sh, demak, lesson 3. Recording bormi? Bugun biz siz bilan sifatlarni o'rganamiz. Have got, has got fe'llarini va noto'g'ri otlarimiz ham bor. Irregular nouns, possessive determiners, ya'ni egalik olmoshlari. Va biz yana talking about family, bugun razgovorimiz uchun topigimiz oila haqida bo'ladi. Everyday expressions, yana har kuni qo'llash mumkin bo'lgan frazalarni ham ko'rib ketamiz. Agar o'tgan darsda qatnasha olmaganlar bo'lsa, iltimos videoni ko'rib yetib olinglar. To'g'ri, beginner darajasini tugatdim deya olishlaringiz uchun hamma darsni eshitgan bo'lishlaringiz kerak. Chala qolib ketmasin, chunki har bitta kichik qoidamiz ham bir-biriga bog'liq, mavzular bir-biriga juda ham bog'liq. Shuning uchun iltimos oldingi darslarimizni ham ko'ring. Xo'p, demak, ketdik. Adjective degan so'zimiz mana ko'rib turibsizlar, yonida yozib qo'yganman, bu sifat, ya'ni sifat so'z turkumi. Rus tilida uni прилагательный deb atashadi, bizning tilimizda sifat. Vazifasi bilasizlar, otdan oldin kelib, otga ta'rif berish uchun qo'llaniladi adjectivelar. Xo'p, ingliz tilida ham biza birinchi sifatni qo'yib, keyin faqat otni berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ot, keyin sifat emas. Birinchi sifat, ta'rifni beramizda, keyin o'sha otni o'zini qo'llaymiz. O'tgan safar esa sizlarga aytib o'tildi, artikel en o'tganimda aytib o'tdim. Mabodo otlaringiz bilan birga sifat ham qatnashgan bo'lsa, artikelni joyi eng birinchi kelish kerak deb aytgan gapim esingizda bo'lsa, demak bugun ham shuni qaytarib olamiz. Artikel enni ham kelgan joylarini ko'rib ketamiz. Xo'p, demak, ingliz tilida bir nechta sifatlar bugun bu darsimizda berilgan. Darsga kirishdan oldin esa sizlarga aytilgan edi, o'sha saytga kirib, bugungi darsga aloqador bo'lgan so'zlarni yodlab chiqishingiz kerak edi. Yodlamasangiz ham qat'iy bir tanishib chiqishingiz kerak edi, chunki dars davomida qayta-qayta ko'rib, u so'z esingizda yaxshi qoladi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bugun ham qaytarib ketamiz dars davomida. Demak, misollarimiz bor, rasmga qarasangizlar, a clever woman. Bu yerda demak aqlli ayol degan mana tarjimamiz olishingiz mumkin. Clever degan so'zimiz bizda sifatni berib kelyapti. Qanday? Aqlli, ya'ni sifatimizning savoli qanday degan savol beradi. To есть qanday degan savolga javob berishni bilki, u so'z sizda sifat. Birinchi misolimizda a clever woman degan mana misol kelib turibdi. Bu 5-chi rasmimiz bilan demak mos-da. A funny film, qiziqarli yoki kulgili deyishingiz ham mumkin. Kontekstga qarab, ba'zida qiziqarli deb tarjima qilsangiz bo'ladi, ba'zida esa kulgili desangiz ham bo'ladi. A funny film. Bu yerda ham bizda sifatimiz funny degan so'z, u nimani ifodalab kelyapti? O'zidan keyingi otni, ya'ni film degan so'zni ifodalab kelgan. Keyingi misolimiz a friendly dog, ya'ni friend degan so'zimiz ham lug'atda bor. Ba'zida uni do'stona deb tarjima qilamiz, ba'zida esa mehribon ham deyishimiz mumkin. Hozir biz shunchaki do'stona deymizmi? It, dog degan it bilasizlar, bu ot. Demak, uni oldidan friend degan sifat kelgan. A great book degan misolimiz ham bor. Book bizda noun, ya'ni ot. Kitobga ta'rif qilyapmiz. Great degan so'z bilan. Demak, great degan so'z bizda adjective, ya'ni sifat. Keyingi so'zimiz a hard job, ya'ni qiyin ish tarjima qilasiz bu yerda. Job degani ish, u ot so'z turkumiga kiradi. Qanday ish? Hard job. Ya'ni biz sifat beryapmiz o'sha otimizga. Va oxirgi misolimizda a lovely city, ya'ni yoqimli shahar deb tarjima qilamiz buni. Shaharga biz ta'rif beryapmiz va u ta'rifimiz sifatimiz lovely degan so'z. Artikellarning joyini o'sha o'tganman, tushuntirganman, menimcha bu yerda o'sha qiynalmaslik kerak, bilasizlar, o'sha mavzuda bor edi. Xo'p, endi tekstimizga qaraymiz. Aytganimdek, bu darajada ozgina reading, ozgina listening ham qilib ketaveramiz. Hozirgi slaydimizda kichkinagina reading berilgan. Buni hozir endi og'zaki qila olmaymiz, chunki mikrofonlar o'chirilgan hammada. Shunchaki men o'zim o'qib beraman va tekstimizda sifatlarni qadar topishimiz kerak.
Demak, ketdik. My flat is in Bengaluru, bu endi joynoma. In a building of about 20 flats. And the people are very friendly. Degan gapimizda bizada уже bitta sifat qatnashdi. What? People are very friendly. Odamlari juda mehribon yoki do'stona tarjima qilsangiz bo'ladi. Bu gapimizda mana bitta уже friend degan so'zimiz bor. Ko'rib turibsiz, bu yerda sifatimiz gapni oxiriga tushgan. Bunaqa holatlar ham bor, chunki odamlar degan uni o'sha otimizni birinchi aytib qo'ydi gapni boshida. Odamlari mehribon desak ham bo'laveradi, xuddi bizning tilga o'xshab. Mehribon odamlar yoki odamlar mehribon. Tarjimasi o'sha qoladi. Keyingi gapimiz two neighbors are good friends, Emmett and Sirita. Demak, ikkita qo'shnilar juda ham yaxshi do'stlar ular demoqchi. Qanday do'stlar? Yaxshi do'stlar. O'z sifatimiz tagiga biza volnistni, ya'ni to'lqin qilib chizishimiz kerak edi. Good. Qanday do'stlar? Yaxshi do'stlar. Demak, bu so'zimiz bizada adjective. Nima uchun bu so'z turkumini nomlanishini ham bilib ketishimiz kerak, chunki keyingi davom etsangiz hali angliskini, keyingi demak tepadagi levellaringiz uchun уже o'zbekcha tarjimasi kerak bo'lmaydi. Faqat shu adjective, noun, verb deb mavzu o'tilish kerak bo'ladi. Shuning uchun hozirdanoq tanishib ketaylik nima ekanligini. Endi they are lovely people. Ular juda ham yaxshi insonlar demoqchi. Lovely degan ajoyib deymiz hayotda endi. Ajoyib insonlar. Bu ham bizada hozir sifat bo'lib kelgan va u bizada people degan otimizni oldidan ta'riflab kelgan. Emmett got a job in a hospital. Demak, uni ishi kasalxonada ekan. He is a musician, u musiqachi. Sirita is an engineer. Bilasizlar, engineer degan so'zni o'tganmiz, muhandis degani. She is a clever woman. U aqlli ayol. Qanday ayol? Aqlli. Mana bizada yana bitta sifat kelgan. She's funny too. U shuningdek juda ham qiziqarli inson demoqchi. Funny bu yerda yana sifat. They are from Delhi and they have got two great children. Ularda ikkita ajoyib bolalari bor deyapmiz. Bolalarini ta'riflab kelib, biz great degan so'zni qo'lladik. Ko'rib turibsiz, oddiy kichkina tekst bo'lishiga qaramasdan o'sha ichida 4 ta sifatlarimiz bor. Demak, sifatlar gapda juda ham ko'p qo'llaniladi. Xo'p, sifatlarni gapirib bo'ldik. Endi bizda irregular nouns. Irregular nouns degan tushunchamizni ham bugun tushuntiraman. Bu bizada tarjima qilganda noto'g'ri otlar deyiladi. Tarjima qilganda, lekin men aytgan bo'lardim, maslahat bergan bo'lardim. Bu kabi so'zlarni o'sha shu nom bilan birga yodlab qo'yinglar, tarjima qilmasdan, noto'g'ri otlar demasdan turib, shunchaki irregular nouns deb eslab qolishga harakat qilinglar. U qanaqa so'zlar? U so'zlar o'ziga sizlar bilan o'tgan s qo'shimchamiz esda bo'lsa kerak, ya'ni otlarga s qo'shib bizlar degan, ya'ni kitoblar, bolalar, mashinalar degan demak ko'plik formasini olar edik s qo'shish orqali. Bugungi bu irregular nouns esa bu shunday otlarki, ularga ko'plik formasini berish uchun biz s qo'sha olmaymiz. S qo'shish mumkin emas. Ularni o'zini ko'plikdagi formasi bor degani. Masalan, a man degani bu erkak kishi degani, bitta, ya'ni e bilan kelganmi, demak bilamiz bu birlik. Endi biz erkaklar deyishimiz kerak bo'lsa, ilgari o'tgan darsda o'tgan bilimimiz bilan aytsak, mens deyishimiz kerak edi aslida. Lekin yo'q, bizda yana bitta yangi qoida, ba'zi bir otlarimizni ko'pligini s qo'shimchasi bilan eslay olmaymiz. Ularni o'zini demak ko'plikdagi formasi bor. O'ng tomonga qarasangizlar, common irregular plural nouns deb yozilgan anaqamiz bor, tableimiz bor. Bu ko'p uchraydiganlari faqat, aslida ular juda ham ko'p ingliz tilida. No elementary, beginner darajalar uchun faqat mana shu so'zlarning o'zi yetib ortadi. Faqat shular yetadi eslab qolishingiz uchun. Keyinchalik chuqurlashib o'rgansangiz anglizkini o'zi chiqib kelaveradi, boshqalari ham. Xo'p, endi so'zlarga qaraymiz. Foot degan so'zimiz oyoq degani. Oyoq deganda ham imенно shu past qismini tushunaylik, chunki leg degan so'z bor, u boshqa. Bizada foot degan so'z masalan mana shu oyoqni pastki qismi tushuniladi. Birlikda bo'lsa foot, agar ko'plikda bo'lsa feet deyishingiz kerak bo'ladi.
o'zini shaxsiy ko'plikdagi formasi bor bu so'zimizni. Keyingi so'zimiz mouse. Bu sichqon degani. Birligi mouse, ko'pligi esa mice deyish kerak. Mousesiz degan forma yo'q. S qo'sha olmaymiz. Keyingi so'zimiz aytdim, birinchi gapim shundan iborat edi. Erkak bo'lsa bu qanaqa ko'rinishi? Faqat A bilan yozilgan. Ko'plik bo'ladigan bo'lsa, shunchaki harf o'zgaryapti, lekin shu bitta harf bilan biz deylik, otimizni birlikmi, ko'plikmi bilib olamiz. Agar A bilan yozilgan bo'lsa, A harfi bilan yozilgan bo'lsa, bilinglar bu birlik. E harfi bilan bizning tilimizdagi E harfi bo'lsa, demak bilinglar bu ko'plikdagi erkaklar degan tarjimani beradigan so'z. Keyingi so'zimiz child. Child degani bola, birlikdagi bola. Bolalar deyish uchun demak biz shunchaki s qo'sha olmaymiz, balki children deyishimiz kerak. Children desak, bu bolalar degan ko'plikni beradi bizga. Tooth degani tish bitta bo'lsa, teeth bo'lsa tishlar ko'plikda. Goose bo'lsa bu birlikdagi, demak geese bilan biz ko'plikni beryapmiz. Yana shu o'rdak ma'nosida. Ikkita o bu yoqda esa ikkita y ko'rib turibsizlar, shu bilan farqlanadi xolos. Keyingi so'zimiz woman and women. Woman bo'lsa bu bitta ayol, women bo'lsa bu ikkita ayol. Bu yerda ham o'sha boyagi erkak degan so'zimizga o'xshab bittagina harf farq qiladi. Ya'ni birlikda a yozilgan, ko'plikda esa y. Aytilishicha woman, women. Dальше. Fish degan so'zimiz juda ham oson. Fish degan so'zimizni birligi ham, ko'pligi ham farqi yo'q, bir xil ko'rinishga ega. Birlikdagi bitta baliq desangiz ham fish, baliqlar desangiz ham fish o'zgarmaydi, shu bilan oson. Person degani inson degani, yoki shaxs desangiz ham bo'ladi, inson desangiz ham bo'ladi, odam desangiz ham bo'ladi tarjimani. Birlik bo'lsa person, lekin ko'plik bo'ladigan bo'lsa people deyishimiz kerak ekan. Personsga s qo'sha olmaysiz. Odamlar demoqchiman desangiz, unda people deyish kerak bo'lar ekan. Keyingi so'zimiz ox, ya'ni buk deganida. Birlikda ox, ko'plikda esa oxen bo'lishi kerak. Keyingi so'zimiz sheep. Bu ham oson so'zlarimizdan bittasi. Birligi ham, ko'pligi ham bir xil formaga ega. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bitta qo'y desangiz ham sheep, 12ta qo'y desangiz ham sheep o'zgarmaydi. Deer. Bu bizada demak kiyik degani, birligi ham, ko'pligi ham juda ham oson, bir xil. Demak ko'rib turibsiz, fish, sheep, deer. Bular uchalasi bizada eng oson otlarimiz, birligi ham, ko'pligi ham bir xil bo'lgan. Demak, hozir sizlar bilan biza irregular nounsni gaplashib o'tdik. Noto'g'ri otlar degan tarjimani beradi bu. Bu nima deganda, endi siz o'sha javobini bilasiz. Bu shunday otlarki, ularni ko'pligini, ko'plik shaklini s bilan yasa olmaymizda, balki o'zini formasi bilan aytishimiz kerak ekan. Buni shunchaki yodlab olish kerak. Menimcha qiyin so'zlar emas, aytilishi ham oson, eslab qolish ham oson. Yodlab qo'ysangizlar, o'zlaringizga yaxshi, keyinchalik qiynalmaysiz. Xo'p, dальше endi bizada have got, has got. Bu bizada fe'l, have got, has got, bular sherikcha kelgan, bitta have'ni o'zi emas, именно have got bitta tipa fraza, и has got тоже. Tarjimasi esa buni qachonki biror narsaga egalik qilaman, ya'ni mashinam bor, uyim bor demoqchimisiz, have got yoki has got kabi fe'llarimiz qo'llaniladi. Endi savol nima uchun have got, has got? Uchun ular ikkita, ma'nosi bitta bo'lsa nimaga ikkita ko'rinishga ega? Bu juda ham oson. Biz odnoshlarga qarab tanlaymiz have got qo'yishni yoki has got qo'yishni. Formulaga qarasangiz, plus degan formulamiz bor. Plus degan bilasizlar positiv, ya'ni bo'lishi shakl. Ya'ni mashinam bor demoqchi bo'lsangizlar, I have got a car deyishingiz mumkin. I, we, you, theylarga, mana shu to'rtalasiga biz have gotni qo'llaymiz. Mana bunisini qo'llaymiz. He, she, itga esa uchalasi uchun biz has gotni qo'llaymiz. Doim eslab qoling, mana shu he, she, it ular bitta komandachi, doim qayerda bo'lmasin formulasi bir xil bo'ladi uchalasini. Bu yerda ham hozir has got, faqat shu uchalasi uchun as qo'llaysiz. Mana has got. Endi yana bitta narsa aytib ketishim kerak. Ilgari ham ko'p gapirib qo'ydim. Ingliz tilida anaqa iloji boricha qisqartirish, o'sha so'zni qisqartirish ko'p qo'llaniladi. Hozir bu yerda ham
o'zi to'liq shakli have got yoki has got bo'lishi kerak. Lekin biz qisqartirib shunchaki I've got, you've got deb ketishimiz mumkin. Yoki she's got, it's got deb ketishimiz mumkin va ko'pincha listening qilsangizlar qisqartirilgan shaklda uchraydi. Endi tepadagi misolni aytib ketaman, qolib ketmasin bo'layim. I've got a big house. Aytilishiga e'tibor beringlar. I've got deyapman. Xohlang I have got deb dona-dona uzun qilib aytsangiz ham hech kim xato demaydi. I've got a big house degani menda katta uy bor. Sizlar bilamiz sifatni ham. O'tgan biz bilamiz sifatlar qanaqa kelishini, artiklni ham bilamiz qanaqa kelishini. Hozir esa have gotni ham o'rganib oldik. Menda katta bir uy bor degan tarjimani beradi bu gapimiz. Ikkinchi misolimiz we've got good jobs. Bizda yaxshi ishlar bor degan ma'noda gap kelgan. We bo'lganligi uchun biz yana have ni o'zini mana has emas, imенно ve'lik formasini tanlayapmiz. Chunki men aytildi, mana we ga have qisqartirilganligi bo'lganligi uchun просто I've, we've, you've deb ketishingiz mumkin. Va uchinchi misolimiz she's got a dog deyapman. Aytilishiga misol beramiz. She's got a dog. Unda it bor demoqchi. She bo'lganligi uchun biz aytdik, he, she, itga biz as qo'shishimiz kerak. Va bu gapimizda ham shu narsa qisqartilyapti. Endi iltimos faqat qo'llayotganlaringizda got bilan birga qo'llab o'rganinglar, shu narsaga o'rganib qolinglar, chunki keyingi mavzularimizda hali bunga sherik so'zlar ham keladi. Ular bilan chalg'ib qolmasligi uchun hozirning o'zida shu have gotni birga eslab qolishga harakat qilinglar. Xo'p, gaplarni o'qib boshlayman, misollarni o'qib ketaylik. Shu orada ba'zi bir so'zlar ham esingizda qolishi mumkin-da. I have got an expensive wallet. Bular hamma so'zlarimiz saytimizda, lug'atimizda bor edi. Yodlaganlarga oson, hozir yodlamaganlarga ozgina qiyinlik bo'lishi mumkin. Demak, menda qimmat koshlok bor degan gap. Wallet degani bu hamyon degani. Hamyon bor deyapti. Qanaqa hamyon ekan? Expensive, qimmat. Keyingi gapimiz you have got a lovely flat. Juda ham ajoyib kvartirang bor ekan, deyapti. Love degan ajoyib degani sevimli degan ma'nosi ham bor ba'zida. Ajoyib flat degani esa kvartira. Keyingi gapimiz we got great neighbors. Bizda ajoyib qo'shnilar bor, deyapti. Neighbors degani qo'shnilar degan ko'plikda kelgan. Va oxirgi gapimiz bu yerdagi they have got a nice car. Ularda yaxshi mashina bor degan tarjimani beradi. Endi esa he sheetlarga o'tamiz. He sheetlarda bildik biz has got bilan gapirishimiz kerak ekan. To'liq shakli has got, qisqa shakli esa shunchaki as bilan gotni qo'shib qo'ysangiz yetarli. Demak, birinchi gapimiz he's got a good job. Unda yaxshi ish bor degani. She's got a clever dog. Unda aqlli it bor deyapti. Clever degani aqlli it esa. It's got a big garden. Ya'ni it deb hozir menimcha uyni aytmoqchi. Endi bu uyda yaxshi katta bitta bog' bor demoqchi. Shunchaki uy degan so'zni o'rniga it degan, ya'ni bunda demoqchi. Bu uyda katta bog' bor degan tarjimani beryapti. Xo'sh, endi we use have got and has got o'zi qachon qo'llanishi kerakligini boshda aytib o'tdim, yana bu qaytaramiz bu yerda yana. To talk about possession. Possession degani egalik deganda, mol deydi, yana imущество deydi rus tilida. Ya'ni nimangiz bor shuni aytmoqchi bo'lsangiz, masalan, menda yaxshi ish bor, menda katta uy bor, menda qimmat mashina bor. Ba'zida menda juda ham ko'p muammo bor deyish ham mumkin. Ya'ni o'sha bor degan tarjimani berish uchun bizga have got qo'llanyapti. Ikkinchi holati to describe places, ya'ni joylarni tasvirlashda ham have gotni ba'zida qo'llashimiz mumkin. Qachon? Masalan, deylik, men o'zimni shahrim haqida gapiryapman. Tasavvur qiling, aytyapman, men mana shu shahardaman. Bu yangi shahar, hali yosh shahar deyapman. Va bu yerda katta kasalxona bor deyapman. Mana hospital degani больница deganda. Вот. It's got a big hospital deyapman. Вот it's degan olmoshimiz bundan oldingi kelgan gaplardan olinganda, bu chunki hozir
o'sha shahrim degan so'zni qayta-qayta qo'llamaslik uchun u yerda tarjima qilamiz. Endi moslashtiramizda o'zimiz tilimizga. U yerda katta больница bor deb tarjima qilsangiz ham вот has gotni qo'llash mumkin. Bu kabi gaplarni masalan speaking qilayotganingizda, masalan sizdan so'rasam, o'zingiz haqida gapirib bering, qayerliksiz desam, shahringizni ta'riflaysiz, bunaqa joyi bor, bunaqa joylari bor deb maqtasangiz, what it has got yoki my city has got deb gapirishingiz mumkin ta'riflash uchun. Xo'p, bu yerdagi birinchi maqsadimiz bor. Buni lekin hozir hamma o'zi bajarish kerak edi o'zi aslida, lekin vaqtimiz unga ketib qolmasin. Uyga deb qoldiraman buni. Keyin bajarib qo'yasizlar. Endi shu has gotni tushundingizmi yo'qmi? Tekshirib ko'rasiz o'zingizni. Endi xuddi o'sha have gotni biza sizlar bilan puli shaklida o'tgan bo'lsak, hozirgina manda bor, ularda bor degan bo'lsak, endi inkorini gapiramiz. Ya'ni yo'q deyish. Ya'ni manda pul yo'q, manda mashina yo'q demoqchi bo'lsangiz, endi inkorini ham qo'llashni o'rganishingiz kerak. Inkor uchun har doimgidek bizga not degan so'z yordamga keladi. Not. O'tgan darslarimizda sizlar bilan to be'ni inkorini o'tdik-ku, emizaga not qo'shishni o'rgangan edik. Hozir ham mana notni qo'shyapmiz, faqat endi have degan fe'lga yoki has degan fe'lga qo'shishni ko'ryapmiz. Birinchi misoliga qarab o'taylik, keyin o'sha yana formulaga o'tamiz. Birinchi misolni o'qiyman. You haven't got a garden. Sizda bog' yo'q. Ya'ni огород degani bog' degani garden. Sizda bog' yo'q. Yo'qligini men shunchaki have ga notni qo'shib yasayapman. E'tibor bering, o'sha notni o'zi ham qisqartirilgan. O'zi aslida отдельно yozganingizda have not got bo'lishi kerak, lekin bu shaklni inglizlar qo'llamaydi. 98% qo'llamaydi. Ya'ni to'liq shaklni aytishmaydi. Ular shunchaki haven't, hasn't deb qisqagina gapirishlari mumkin ko'pinchalar. Demak, birinchi gapimizda mana shu have, not, got degan 3 ta so'zimizni biz ikkita qilib, haven't got deb mana qisqartirib qo'ydik. Ikkinchi gapimiz he hasn't got nice neighbors. Unda yaxshi qo'shnilar yo'q degan gap kelyapti bu yerda. Oson gap menimcha. Gapning egasi he hasn't gotni tarjima qilganimizda biz unda yo'q tarjima qilamiz. Nice degani yaxshi degani, neighbors esa qo'shnilar degani. Bu yerda ham has, not, got degan 3 ta so'zimizni biz qisqartirib, shunchaki hasn't got deb qo'ya qoldik. Uchinchi gapimiz it hasn't got a university. Bu boyagi anaqaga o'xshayapti, ya'ni shu shahrimni ta'riflaganimda aytdim-ku, больницasi bor deb maqtandim. Endi esa aytaman, faqat shu universitet yo'q-da demoqchi bo'lsam, it hasn't got a university deyman. Mana shu gapimizda o'zida yana bitta grammatika qaytarilyapti. Men bilan boshidan birga kelayotganlar bo'lsa oramizda, o'sha birinchi darsdan qatnashayotganlar bo'lsa, mana shu ni tanishadi hozir. A university degan hozir so'zimizni tanishadi. Nima uchun unli harf bilan boshlansa-da artikl a qo'yilganligini ular bilishadi deb umid qilaman. Yana qaytarib o'taman. University degan so'zimizni yozilishida u, ya'ni unli harf, lekin aytilishida, talaffuzda university y bilan boshlayapman. Tovush y, undosh tovush bo'lganligi uchun uni oldidan biz artikl a qo'yilishimiz kerak. Bu mavzu uchun birinchi darsga qaytasizlar. Qaytarib olish uchun. Endi negativ, ya'ni o'sha formulamizga qarab o'tamiz. Biz bilgandek a, u, v, z to'rtalasiga haven't got. Okay. He, she, itga hasn't got. Menimcha oson, qiyinchilik joyi yo'q menimcha. Haven't, hasn't got. Keyin ot nimasi yo'q, nimasi bor, nimasi yo'qligini oxirida aytasiz. Formulamiz subject plus haven't, hasn't got. Men bu subject degan so'zga ham iltimos alohida e'tibor beringlar, kerak bo'lsa yozib olinglar daftaringiz bo'lsa. Chunki bu ega degani. U so'z bilan hali ko'p duch kelasiz. Keyin kelgusida yana o'qishni davom etsangiz, tepadagi levelga chiqadigan bo'lsangiz, bu so'z juda ham kerakli so'zlardan bittasi. Ega degani. Subject ega, gapning egasi, harakatning egasi degani. Xo'p, biz hozir endi o'sha menda yo'q, ularda yo'q degan gapni o'rganib oldik. Haven't got, hasn't gotni qo'llashni o'rgandik. Ana endi
So'roq formasi ham bor. Masalan, pulingiz bormi yoki mashinangiz bormi, vaqtingiz bormi deb men birovdan savol berishim mumkin shu ma'noda bor yo'qligini bilish uchun. Demak, nima qilamiz savol uchun? Biz shunchaki have hasni gotni aytmayapman hali. Have hasni o'zini gapni boshiga qo'yib olamiz. Keyin subject degani nima deya hozir aytdim. Subject degani bu gapning egasi. Keyin egasini qo'yamizda, keyin got, keyin ot. Nima demoqchiman? Shu paytgacha siz have gotni birga ko'rdingiz. Haven't got, hasn't got, have got, has got deb birga qatnashgani, birga kelgani, yo'lma-yo'l kelganini ko'rdingiz. Lekin savolga kelganda ularni ajratamiz, afsuski. Have hasni oldinga chiqarib, subjectdan keyin faqat gotni qo'yishimiz mumkin. Shunda mana tepadagi gaplarni o'qiyman. Have you got a pet? Ko'ryapsiz? Have gotni o'rtasiga subjectni qo'yapmiz. Ya'ni gap egasini qo'yib ketamiz. Orasiga tushishi kerak. Have you got a pet? Sizda uy hayvoni bormi? degan savol kelib chiqyapti. Yoki has she got an expensive car? Unda qimmat mashina bormi? degan savol berilyapti. Gap egasi she, savol bo'lganligi uchun unga mos bo'lgan has nima gapni boshiga qo'yapman. Keyin subjectimiz, keyin got уже oxirida nimasi borligini aytyapmiz. Ya'ni otdan, mashinami, uymi, pulmi, hokazo. Xo'p, bu savol edi. Endi bizada short answers degan tushuncha bor. Bu hamma zamonda bor. Hali sizlarga zamonla o'tilsa tushunasizlar, yana hali bu bilan duch kelasiz. Short answers degani qisqa javoblar. Ya'ni qachonki mendan so'rashsa, have you got a pet deb so'rashsa, mana shuni men yana marker bilan olay. Have you got a pet deb mendan savol berishsa, so'rashsa, men aytaman, yes I have. Qisqagina. Yes I have. Tochka. Yes I have got a pet deb uzun gap aytmayman. Shunchaki yes I have. Tochka. Agar yo'q deyotgan bo'lsam, no I haven't deyman. If so. Qisqagina javob qaytaramiz. Mana shuni biz short answers deb aytamiz ingliz tilida. U juda ham oson. Yana o'sha I, you, we, theylar uchun yes you have, yes we have, yes they have, yes I have deb javob qaytarishingiz mumkin. He, she'larga esa he, yes he has, yes she has, yes it has deb javob qaytarishingiz mumkin. Agar javobingiz ha, bor deyotgan bo'lsangiz. Agar yo'q deyotgan bo'lsangizlar, xuddi o'sha narsa, xuddi o'sha formula, faqat endi haven't, hasn't deyishingiz mumkin. No, I haven't. No, she hasn't deb qisqagina javob qaytarasiz. Endi to make questions with have got, has got, we use endi bu formula sizga konspekt qilish uchun kerak bo'ladi. Gapni boshiga have hasni qo'yishimiz, keyin gapni egasi, keyin got qo'llanishini yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi, как formula. Ularga keyin short answerlarni yana qaytarib o'tgan. Mana men aytgan narsa qaytarilyapti yana. Yes I have bu to'g'ri variant deyapti, lekin yes I have got desangiz bu xato. Unaqa deyilmaydi. Shuning uchun iltimos eslab qolamiz. Yes I have got demaysiz. Yes I have. No I haven't. deb javob bersangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda o'sha mashqimiz ketyapti. 8-mashqimizda have gotni moslashtirib qo'yishimiz kerak. Endi hamma o'zi ishlaydi ozgina. Qani ko'ramiz, anaqa tushundingizmi yo'qmi ko'rishimiz kerak. Demak, 1, 2, 3, 4, 5 gacha anaqa chedavingizga ham yoki tam yozib qo'yasizda, keyin o'sha joylarga yozinglar, keyin men komment qismida joylarini tekshiraman. Nima qilishingiz kerak? Tekstni o'qiymiz, u yerdagi hamma so'z o'sha sizga tanish bo'lishi kerak. Agar men aytgan ishni qilgan bo'lsangizlar, ya'ni saytdagi lug'atni yodlagan bo'lsangizlar, yodlamagan bo'lsangiz ozgina qiynalasiz. Va hozir men buni anaqaga komment qismiga qo'yaman screen qilib. Siz esa qaysi raqam ostida qaysi javobni qo'ygan bo'lardingiz, yozib qoldirasiz. Tak. Just a second. Yuborib qo'ydim kanalimizga. Iltimos, leave a comment degan joyiga, ya'ni kommentariya qismiga o'tib javobingizni qoldiring.
Hamma qatnashsa yaxshi bo'lardi. Manimcha qiyin emas yozib qo'yish 5 degina so'z yoki have yoki has deb qo'yasiz. Manimcha qiyin emas, a? Tak, kutamiz 2 daqiqa. Hamma o'zi bajarsin. Qaytarib o'taman, faqat have got, has got yozilishi kerak javoblarda. Gapni egasiga qarab tanlaysiz. Birinchisi have debdilar Sirojbek. Okey. Yaxshi. Ikkinchisi, uchinchisi 2 has. Zo'r. Okey. It has. Anaqa faqat got qolib ketyapti, a? Mr. Sirojbek. Got qolib ketyapti. I have got, has got. Uch. I have faqat got qolib ketyapti. Iltimos, anaqa qo'shib qo'ying. Tak. Qolganlar kutamiz. Bemalol yozishingiz mumkin. Tak. Yes. Sirojbek 4-chi judayam to'g'ri bo'ldi. They have got. Okay. Shining star. Have got, has got, uch have got, 4. Aha, shining star. Bizada 4-chi xat javobingiz xato. Has got emas, o'ylab ko'ring. 5 to'g'ri. Sirojbek 5-chisi has got debdilar, to'g'ri. Misatora have got, has got. I have got, they have got, and he has got. Zo'r. Mr. Dilfuza have got, has got. Uchinchisi I have got, 4 have got va 5-chisi has. Judayam to'g'ri. Молодцы. Miss Dilnavoz yozyaptilar, kutamiz. Miss Mubina yozgan ekanlar, ko'rmay qolibman, uzr. I have got, it has got, have, and has. Judayam to'g'ri, Miss Mubina, молодец. Tak. Qani javoblar bo'ldimi? Yozyaptilar, kutamiz ozgina. Miss Dilnavoz, Miss Dilnavoz faqat have hasni tanlaganingiz to'g'ri-ki, faqat got qolib ketgan, sherigi qolib ketgan. Qo'shib qo'ysangiz, have got, has got, have got, 4 tam have got, 5 qolib ketdi faqat Miss Dilnavoz. Atak qolganlar bo'ldi, yozib bo'ldilar, hamma javob berdi. Boshqa javoblarimiz bo'lmasa davom etamiz. Xo'p, aytganimdek, listening bilan ham ishlaymiz. Faqat grammatikani shunday ketavermayman. Listening bilan ham ishlashimiz kerak. Beginner bo'lgani bilan baribir eshitish, o'qish skilllarini rivojlantirish kerak bo'ladi. Endi 9-A mashqqa qaraymiz. Listen to two people talking about their neighbors. Demak, hozirda ikkita, demak, speakerni orasida deylik conversation, ya'ni suhbat bo'lyapti. Ular o'zlarini qo'shnilar haqida gapirishyapti. Neighbors degan qo'shnilar degani. Endi biz hozir eshitamizda tushib qolgan so'zlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sizda o'sha grammatikasi berilganda has gotmi, have gotni o'sha aytilgan, faqat otlar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Uni biz eshitib topishimiz kerak bo'ladi. Hozir buni qilishdan oldin iltimos, yoningizda chernovik bo'lsa, daftarmi, ruchka, qalam bo'lsa, endi bo'lishi kerak mana dars vaqtida. Yozib olishingiz kerak 1 dan 12gacha raqam. Chunki hozir men listening qo'yganimda 1ni eshitdingiz yozib olasiz, 2ni eshitdingizmi yozib olasiz. Anaqa qolib ketmasligi uchun raqam yozib qo'yinglar. 12 ta raqam iltimos. Sirojbek, IELTS ballimni keyin ham aytishim mumkin edi. Yana qadam yozilgan. Menimcha ma'lumotda 7,5 IELTS. Bunaqa savollarni davaycha darsdan keyin faqat beramiz. Xo'p. Demak, boshlayman. Listeningni qo'yaman. 12 ta javob sizlardan kelish kerak bo'ladi. Iltimos, yaxshilab eshitib
Javobingizni keyin yuborsangiz bo'ladi. Audio 3.3. 1. Anthony's my neighbour. He's got a flat in my building. He's a waiter in an Italian restaurant. He's a friendly man, and he's got a nice cat. His name's Mr. Muffin. 2. Mr. and Mrs. Thompson are my neighbours. They're from New Zealand, and they're lovely people. Mr. Thompson is a teacher in a big school, and Mrs. Thompson is a doctor. They've got 4 children and 2 dogs. Hop. Menimcha oson bo'ldi. Agar qiynalgan bo'lsangiz ham birorta qo'yib berishim mumkin. Birinchi yozinglar qani kommentda qanaqa bo'ldi? Nechta eshitib oldingiz? Nechtasi to'g'ri chiqadi ko'ramiz. Так, пока hech kim javob yozmagan. Давайте bunaqa qilamiz. Endi hozir audiolarni yoqolmayman. Shuning uchun biz yana qo'yib beraman-da. No, pauza qilib qo'yamiz, чтобы har bitta aytilgan javobdan keyin qaysi so'z kerak, qaysi so'z tushib qolganligini aytib o'taman o'zim birdaniga. Audio 3.3. 1. Anthony's my neighbour. He's got a flat. Demak, Anthony is my neighbor. He's got a flat. Ya'ni unda kvartira bor deyapti. In my building, mana o'sha yashaydigan domimda unda kvartirasi bor degan gap bo'ldi. 2ga o'tyapmiz endi. He has a, demak bu yerda hozir ot kelish kerak. Article adan keyin ot kelish kerak. Shuni eshitishga harakat qilamiz. In my building. He's a waiter in an Italian restaurant. Demak, he's a waiter dedi. Wait degani lug'atimizda bor. Ofitsiant degan. U ofitsiant ekan. Qayerda? In an Italian restaurant. Ya'ni italyancha restoranda ofitsiant ekan. 4-inchisi, he's a bilan yana bizga ot kerak bu yerda. O'sha otni eshitishga harakat qilamiz. Yana bitta podskazka. Ot o'sha bor ekan. Man degan so'zimiz bor. Sitoradan javob keldi. Sitora juda ham yaxshi. Demak, 4-javobimizga qarasangizlar, man degan ot o'zi bor, demak sifat tushib qolgan bu yerda. Eshitamiz sifatini. He's a friendly man, and he's got a nice cat. His name's Mr. Muffin. Demak, Sitoradan javob kelganida to'g'ri yozganlar. He is a lovely man, u ajoyib inson, and he's got a nice cat. Va unda yaxshi bir mushukcha bor deyapti. Has got a nice cat. Xo'p, ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, Mr. and Mrs. Thompson bular ikki kishi, oila bular. Are my nimadir? Buni eshitishimiz kerak. Oltita tushib qolgan so'zga e'tibor qilamiz. 2. Mr. and Mrs. Thompson are my neighbours. Are my neighbours. Miss Dilfuzadan javob keldi. Rahmat, juda ham yaxshi yozibsiz. To'g'ri, hammasi. Miss Sitorada hammasi to'g'ri, молодцы. Hop, 2ga keldik endi. Demak, Mr. va Mrs. Thompsonlar mana are my neighbours deyildi. Neighbours degani qo'shnilarim degani edi, lug'atda bor bu so'zimiz. They are from New Zealand and they are lovely. Nimadir? Ular juda ham ajoyib va tushib qolgan so'zimiz. Eshitamiz buni. They're from New Zealand and they're lovely people. Demak, people, ular ajoyib insonlar degan ekan. Keyingisi 8-inchisi Mr. Thompson is a. Demak, bu yerda kasb aytilyapti. Kim bo'lib ishlashini aytgan, shuni eshitamiz. 8da biza. Mr. Thompson is a teacher in a big school. Juda ham oson. Is a teacher, ya? Demak, u o'qituvchi ekan. In a big, katta bir qayerda? Javoblarimiz yo'q. In a big school, ya?
Endi and Mr. Thompson is a o'yin qolib ketdi. O'yinda hozir tushib qolgan so'zni topishimiz kerak bo'ladi. Eshitamiz. And Mrs. Thompson is a doctor. Demak, u kishi endi doktor ekanlar. Is a doctor. They have got 4. Ularda 4ta nimadir borligini eshitishimiz kerak va 2ta yana nimadir bor ekan. Bu o'sha oxirgilari eshitib olamiz. 11, 12. They've got 4 children and 2 dogs. And they've got 4 children and 2 dogs. Ularda demak 4ta bola va 2ta itlari bor ekan. Nesi to'g'ri? Zo'r. Hammasi to'g'ri. People, neighbor, cat. Good job. Thank you so much. Hop, demak biz hozir has got, have gotni plus, minus va so'roq formasini o'tib oldik. Formulasini ko'rdik, misollarini ko'rdik. Endi listening ham qilib ko'rdik. Endi eshitsak, taniymiz yaxshigina menimcha. Endi davom etamiz. Opposite adjectives. Adjective degan so'zni men o'sha sizlarga darsning boshida tushuntirib o'tdim. Bu sifatlar degani, ingliz tilidagi sifatlar. Sifatlarni o'tdik, ozgina gapirib o'tdik darsning boshida. Endi opposite'ga kelyapmiz. Opposite degani qarama-qarshi degani. Ya'ni sifatlarimizni antonimlar bilan birga o'rganib ketamiz. Misol uchun, old degan so'zimiz lug'atimizda bor edi. Bu eski degan so'z. Eski degan so'zimizga antonim, ya'ni unga qarama-qarshi bo'lgan boshqa bir so'zimiz bu new, yangi degani. Eski va yangi. Lug'atda shu sifatlarni imенно shu antonim ko'rinishida yodlasangizlar, esda yaxshiroq qoladi. Harakat qilinglar shu old, new, happy, sad kabi yodlab qo'yishga. Happy degani xursand, baxtli degan ma'nosi ham bor. Sad esa uni antonimi xafa degani. Good degani demak yaxshi olma, uni antonimi esa bad. Big degani katta, small esa kichkina. Bular ham antonim. Ularda opposite meaning, ya'ni bir-biriga qarshi ma'no bor. Old bilan young. Endi e'tibor qilinglar, old degan so'zimiz 2 marta qatnashdi. Va ikkalasida ham sherik so'zi, ya'ni antonim so'zi 2 xil. Nima uchun? Chunki old so'zimizning tarjimasi 2 ta. Eski degan ma'nosi ham bor, keyin yosh, katta degan ma'nosi ham bor. Birinchi sizlar bilan ko'rgan so'zimiz bu eski ma'nosi edi. Hozir esa endi old and young, yoshi ulug' va yosh, ya'ni qo'polroq chiqadi, ya'ni qari inson bilan young deyapmiz. Bir-biriga opposite meaning, ya'ni qarama-qarshi ma'no berib kelyapti. Endi keyingi so'zimiz rich and poor. Rich degani boy, poor esa bizada kambag'al. Expensive degan so'zimiz o'sha ikkinchi o'rinda kelishi qimmat degani. Yodlagan bo'lsangizlar, menimcha eslaringizda. Expensive degani qimmat, cheap esa arzon. Ular ham opposite meaning, ya'ni bir-biriga qarshi ma'nodagi so'zlar. Cold and hot. Cold degani sovuq, hot esa issiq bo'ladi. Demak, opposite meaningdagi sifatlarimiz mana shulardan iborat edi. Mana shu rasmni o'zidan ham yodlasangiz osonroq esda qoladi, chunki rasmlar bilan berilgan birdaniga sifatlar bir-biriga qarshi ma'noga ega bo'lgan so'zlar bilan birga berilgan, esda qolishi oson. Buni ham o'rganib qo'yasizlar. Yana bitta mavzumiz bor, grammatik, possessive determiners, ya'ni bizada bu egalik olmoshlari. Egalik olmoshlarini hozir sekin boshlaymiz. Sizlar bilan eng birinchi darsimizda biza shaxs olmoshlarini o'tgandik. Ya'ni men, mana I, you, he, she, it, we, they. Ya'ni kim degan savolga javob beradigan olmoslarni o'tgan edik. I, men, you, siz yoki sizlar bo'lishi mumkin. He, u o'g'il bolaga, she, qiz bolaga, it, narsalarga, hayvonlarga, we, biz degani, they esa ular degani. Bugun esa biz egalik olmoshlari, ya'ni meniki, uniki, ularniki, seniki degan gaplarni o'rganishimiz kerak. Mana shu tablda, ya'ni mana shu jadvalda juda ham yaxshi esda qolarli qilib berishgan. I degani men bo'lsa, mening deyishim uchun, demak my degan so'zimiz bor ekan. Bu bizada nomlanishi possessive determiner bo'ladi, ya'ni egalik olmoshi degani. You degani siz yoki sen bo'lgan bo'lsa, endi sizning demoqchi bo'lsangiz your deysiz.
yo ur emasda aytilishi ham your deysiz, oxiridagi r aytilmaydi. He degan o'g'il bo'lgan sifatdan u degani bo'lsa, endi uning deyishim uchun his deyishim kerak ekan. His car, his father, uning otasi, uning mashinasi desam his car degan bo'laman. Keyingi so'zimiz she, qiz bolaga nisbatan edi, istarda bo'lsa, endi unga nisbatan uning desam, masalan, qiz bolaga qarab turib, uning sumkasi, uning oyisi desam, masalan, her deyishim kerak ekan. Her. It, u bo'lsa, Jones narsalarga, hayvonlarga ham, predmetlarga ham it bilan gapirar edik. Ya'ni u degan tarjimani beradi bu ham. Endi esa uning deyish uchun its deyman. Misol uchun, men aytyapman, men yangi bitta stol oldim. Uning rangi qora. Uning deyish uchun menga mana shu its kerak bo'ladi. Chunki table, ya'ni stol bu jonsiz narsa, predmet. Shuning uchun its color is black deyman. Uning rangi qora. We degani biz desak, our bizning bo'ladi. Our teacher, our house, our flat. Bizning kvartiramiz, bizning uyimiz desangiz bo'ladi. They degani ular bo'lsa, endi ularning deyish uchun bizda their degan so'zimiz bor, olmoshimiz bor. Ularning degani. Their car, their flat deyishingiz mumkin. Endi tepadagi gaplarga qarab o'tamiz. This is my father. Bu mani dadam. That's your book. U sizning kitobingiz deyapti. That degan so'zimizni biz o'tgandik sizlar bilan. Endi o'tgan dars kirganlar eslaydi buni. Ko'rsatkich olmosh edi bu. Ya'ni anavi deydi bizning anaqada tilimizda. That birlik uchun that qo'llaniladi. Endi hozir bu gapimiz tarjimasi anavi kitob sizniki. Tipo. You've got his case. Demak, uning kalitlari sizda ekan. This is her daughter. Daughter degani qiz farzand degani. Bu uning qizi. The hotel's got 9 rooms. Its rooms are big. O'sha anaqada deylik mehmonxonada 9 ta xona bor ekan. Uning xonalari katta. Uningda biz hozir hotelga gapiramiz, ya'ni gostinitsaga gapiramiz, uchun its bo'ladi. Jones narsa yo'q. 6-chi gapga qaraydigan bo'lsak, these are our children. Bular bizning bolalarimiz. Bizning degan so'zimiz mana our deb aytiladi. Va 7-chi oxirgi gapimiz, those people are their friends. U odamlar ularning do'stlari deyapmiz. Their friends ularning do'stlari degan tarjimani beradi. Xo'sh, demak biz possessivlardan, ya'ni egalik olmoshlardan qachon ishlatamiz ularni? To talk about family and friends. Ya'ni o'zingizni oilangizni tanishtirganda ham ishlatishingiz mumkin. Masalan, bu meni oyim, bu meni singlim deyishingiz mumkin. Yoki to show that something belongs to somebody, yoki birorta predmet kimga tegishli ekanligini aytmoqchi bo'lsangiz, qo'llaysiz. Masalan, she's got my bag, ya'ni mani sumkam unda degan tarjimani beradi. My bag degani mani sumkam, u menga tegishli bo'lgan sumka deb. Xo'p, buni уже gapirib bo'ldik olmoshlarni. Endi yana bitta важный moment, yana bitta kichik grammatikamiz bor. Bu apostrophe s. Yana qaytarib o'taman. Apostrophe degani so'zning tepasidagi virgulcha, keyin s. Apostrophe s ni hozir ko'rib o'tishimiz kerak. Birdaniga ko'zingiz oldiga qolsin, eslab qoling. Ningni beradi bizga. Apostrophe s bizning tilimizdagi ning qo'shimchasini beradi. Masalan, dugonamning yoki akmalning deymiz, o'sha ningni beradi. Sizlar bilan ilgari o'tgan eslarimiz ham bor. Masalan, fe'llar, otlarimizni ko'plik formasini s bilan yasar edik. Masalan, book, books. U ham s, to'g'ri tushunaman. U ham s, bu ham s, lekin ko'plikni beradigan s'imizda apostrof yo'q. Lekin ningni beradigan apostrof s'imizda ko'rib turibsiz, mana shu belgicha bilan o'sha aniqlasangiz bo'ladi, что bu ning degan qo'shimcha bo'lib kelgan gapda. Xo'p, buni nimaga qo'llaymiz? Ya'ni qaysi bitta predmet kimgadir tegishli ekanligini aytish uchun. Masalan, this is Bianca's house. Juda oddiygina gap. Bu Biancaning uyi. Kimning uyi? Biancaning. Apostrophe s bilan biz ning qo'shimchasini berdik. Yoki, are you Rafiq's sister?
siz Rafiqning opasimisiz? Rafiqning degan qo'shimchani bizga yana apostrof s beryapti. Esdan chiqmasin, apostrof s, ya'ni tepadagi virgulcha esdan chiqmasin. Yana bitta moment. When the name ends in s, we still use apostrophe s. Ba'zida ismlarimizni oxiri s bilan tugashi mumkin. To'g'ri, g'alati ko'rinishi mumkin, eshitilishi ham g'alati bo'lishi mumkin, lekin ismni oxiri s bilan tugasa, biz yana baribir s qo'shayveramiz. Hozir masalan mana shu gapimiz here is Ross pen, ya'ni oxiridagi s ga ko'proq urg'u beramiz, lekin yozilishda apostrof s bo'lishi kerak, ning degan qo'shimchani berish uchun. Demak, bu Rossning ruchkasi. Endi keyingi qoidalarimiz, qolgan ikkita qoidamiz ozgina, может быть, esda qolishi qiyin bo'lishi mumkin, но praktика qilsangiz esda qoladi. Bular nima? Ya'ni ba'zi bir otlar, masalan, ba'zi bir predmetlar ikkita kishiga tegishli bo'lishi mumkin. Misol uchun, mashina deylik, uyda bitta mashina bor. Masalan, akam ham, dadam ham o'sha mashinadan foydalanishadi. Mashina akam bilan dadamniki, da? Mashina bitta, lekin egasi ikkita. Shunaqa holatda nima qilamiz? Ikkinchi shaxs nomiga, ikkinchi shaxs ismimi yoki akam yoki singlim nima desangiz ham, ikkinchi shaxsni so'ziga apostrof s ni qo'shasiz. Ya'ni ikkalasiga qo'shmasdan faqat ikkinchisiga. These are Monica and Young's keys. Bular Monica va Youngning kalitlari. Egasi ikkita, Monica, Young ikkovi, demak, ikki kishi ular. Kalitlari esa ikkalasiga tegishli. Yana bitta misolimiz. Sally is Abby and George's grandmother. Sally degan ayol, demak, Abby va Georgening, ikkalasining, Georgening buvisi ekan. Ko'rib turibsiz, ning degan qo'shimcha faqat oxirgi otga qo'shiladi. Abbyga ham, Georgega ham qo'shmaysiz, oxirgisiga. Keyinchalik bu anaqa aytilmagan-ku, lekin keyinchalik kitoblarimizda hali keladi mavzularda. Ikkalasiga ham s qo'shish joylari ham bor. Unda faqat predmet ham ikkita bo'lishi kerak, shaxs ham, o'sha egalik qiladigan shaxs ham ikkita bo'lishi kerak. Ular hozir bu anaqada berilmagan, chalg'itmaslik uchun. Keyinchalik ular ham keladi. Hozir esa faqat oxirgi anaqa shaxsga qo'shishni o'rgandik. Endi when the noun is plural, we only add apostrophe, ya'ni mana bu belgichamizni after the plural s. Bu nima demoqchi? O'sha shaxs, ya'ni egalik qilayotgan shaxsimiz o'sha ko'plikda bo'lsa, nima degani? Masalan, my parents degani mana ota-onam. Ular o'sha ikki kishi, to'g'rimi? Ko'plikmi? Parent degan so'z o'sha chunki doim my parents, her parents, ya'ni ota-onasi keladi, doim ko'plikda keladi bu narsa. Demak, otimiz o'zi o'sha ko'plikda bo'lgani uchun, ularga ning degan qo'shimchani qo'shish uchun men shunchaki apostrofni o'zini qo'shsam yetarli. Undan keyin s qo'shishim kerak emas. Tushuntira oldimmi? Yana qaytaraman. Shaxs, ya'ni egalik qilayotgan shaxsni o'zi, gapni egasini o'zi ko'plikda bo'ladigan bo'lsa, unda biz shunchaki bitta apostrofni o'zini qo'llaymiz, bo'ldi, shu bilan tugaydi. Keyin yana s qo'shish kerak emas. Misol uchun, mana shu gapimizni o'zini tarjima qilay, qolib ketmasin. My parents' car is old. Mana ota-onamning mashinasi eski deyapman. Mashina bitta, anaqa egasi esa mana parents, ikki kishidan iborat. Shuning uchun shunchaki apostrof bo'ldi. Yana bitta misolimiz, endi ikkalasini taqqoslaymizda. My sister's children degani mana opamning bolalari. Bolalar ko'plikda, lekin egasi, opasi bitta. Opamning bolalari. Birlik, muammo yo'q. Sister, keyin apostrof, keyin s, muammo yo'q. Lekin ikkinchi gapimizga kelsak, my sister's children degan gapimiz bor. Bu yerda esa apostrofni shunchaki oxirida qo'ydik. Ko'plikdagi s'imiz joyida. No, ning degan qo'shimchamizni esa o'zi kerak emas. Nima uchun? Chunki bu aytganimdek, o'sha shaxsni o'zi ko'plikda. Hozir bu gapimiz tarjimasi mana opalarimning bolalari bo'lib ketyapti. Ya'ni opalari ham ko'p, bolalari ham keyin ularning ko'plikda. Ozgina chalg'ituvchi bo'lishi mumkin, lekin bir ikki praktika qilsangiz, yaxshigina esingizda qoladi. Shuni eslab qolingki, tipa hozir nima uchun s qo'shmaymiz, nima uchun faqat apostrofni o'zi bilan qutulib qolamiz?
Masalan, my sisters desam, opalarim o'sha ko'plikda ham s, yana buni ustiga men yana apostrof s ni ham qo'shyapman. Ikkita s ni aytish, quloqqa eshitilishi ozgina qiyin bo'lishi mumkin, yetib borish qiyin bo'lishi mumkin-da. Bu apostrofi bormi, yo'qmi bilmay qoladi. Shunchaki oxirgi s dan voz kechamiz, apostrofga tegimimiz qolaversin. Желательно, agar vaqtingiz bo'lsa, o'tirib praktika qilsangiz yaxshigina esida qoladi. Hop, endi dalish ketadigan bo'lsak, bitta muammo bor. Bizda ingliz tilida mana shu apostrof s ni har xil tushunish mumkin. Masalan, u to be'dagi masalan deylik, he, is ni qisqartirma shakli ham eslarda bo'lsa, shunchaki he keyin s qo'shaverardi ham. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkinki, apostrof s ni ko'rib, bu qaysi ekan endi, bu nimani ekan deb qarab qolishlaringiz mumkin. Shu haqda hozir ozgina gapirib o'tamiz. Xo'p, apostrof s bu bo'lishi mumkin, to be'ning ismni qisqartirilgan shakli bo'lishi mumkin, has ni qisqartirilgan shakli bo'lishi mumkin va bugun o'tgan o'sha ning degan qo'shimchamizni qisqartirilgan shakli ham bo'lishi mumkin. Qachon qaysi bilan kelganligini qanaqa qilib biz aniqlab olishimiz mumkin? Endi qaranglar, masalan, birinchi gapimizga qarasak, she is my sister. Mana bu yerdagi apostrof s bu ningni bermagan. Qayerdan bilyapmiz? O'ylab ko'ring, my sister deb shunchaki mani opam. U mani opam degan tarjimani beryapti. U yerda ningni umuman kerakli joyi yo'q. Agar has degan bo'lsak edi, has bilan adashtirgan bo'lsak, o'ylab ko'rasiz, tak, has bo'lsa, demak got ham bo'lish kerak edi. Demak bu has got ham emas. Bu demak shunchaki to be ni qisqartirilgan shakli. She is my sister bo'lgan to'liq shakli, biz esa shunchaki she's my sister deb qisqartirib ketganmiz. Endi keyin gapga qaraymiz. He has got 5 brothers. Unda 5 ta akalari bor degan gapimizni qisqartirilgan shakli yana o'sha apostrof s bilan bo'ladi. Endi savol bo'lishi mumkin, bu ningmi bu yoki anaqa hasnikimi bu yoki yana tam to be'nikimi bilmay qolishingiz mumkin. Qayerdan bilamiz, qayerdan aniqlaymiz? Gapimizni boshqa so'zlarga qarasak, bizga o'sha podkastga bor. Mana got turibdi. Got turibdimi? Demak bu hasniki, has gotniki bu. What he has gotni shunchaki biz he's got deb ketganmiz. Yana bitta misol, Aya's books are in my bag. Bunda ham apostrof s kelib turibdi. Bu ham o'sha gap. Yani savol berasiz, bu hozir ningmi yoki has gotnikimi yoki to be'nikimi bilmay qolishingiz mumkin. Shunchaki qarang, gapni anaqasiga, qismiga books kelgan. Srazu to be'dan o'sha s-dan keyin srazu ot kelgan. Demak bu yerda o'sha bu ningni beryapti. Ayaning kitoblari mana sumkamda degan gap bo'lgan. The books belong to Aya. O'sha kitoblar Ayaga tegishli degan gapni beryapti. Mana shu apostrof s ozgina chalg'itishi mumkin sizlarni, lekin gapni boshqa naqalariga qarab, so'zlariga qarab topib olishingiz mumkin. U to be'ning ismi, hasnikimi yoki ning degan qo'shimchani berib kelganmi? Shunga qarab topib olsangiz bo'ladi. Demak, possessive haqida ham gapimiz shunda tugaydi. Just a second. Vaqtimizdan bo'lib qolgan kakras. Hozir endi bu slaydimizda mashq bor. Mashq uyda bo'ladi. Men buni keyin kanalga borib qo'yaman. Uyda bajarib, menga bo'lsangizlar tekshirib beraman. Endi listening skills. Listening bilan bog'liq ozgina maslahatimiz bor bu yerda. Understanding final s. Ya'ni o'sha oxirgi s ni boya aytganimdek chalg'itib qo'ysangiz, qanaqa qilsak bizga osonroq bo'ladi tanib olish, gapda eshitganda qanday qilib tanib olsak bo'ladi. Shuni hozir gaplashib o'tamiz. Demak, structure. O'sha apostrof s keyin an kelgan bo'lsa-yu, keyin ot kelgan bo'lsa, bilingki u to be'niki. Masalan, ida, is, shaf bo'lgan. O'sha isni biz qisqartirib, apostrof s bilan berganmiz. Demak, eshitganingizda, bironta tekst eshityapsizmi? Mana shu gap kelib qolgan bo'lsa, apostrof s bilan gap bo'lib ketgan. Srazu gapga qaraysiz, artikl an bormi, ot bormi, bo'ldi. Bu to be. To be'niki bu deb aniqlashingiz mumkin. Keyingi variantimiz
Shunchaki apostrof s'dan keyin sifatni o'zi kelgan bo'lsa ham bilingki, bu o'sha apostrof s'imiz isdan kelib chiqqan qisqartirilgan shakl bo'lgan. Masalan, Ali is funny degan gapni Ali's funny deb ketishgan bo'lgan. Sifat kelgan bo'lsa, sразу biling, u to be bilan qatnashgan gap. Endi siz listening qilyapsiz va u yerda s'ni eshitib qoldingiz va ketidan gotni eshitib qoldingiz. Bilingki, demak o'sha siz eshitib qolgan s hasniki. Ya'ni gap Kayo has got two sons degan gapni o'sha listeningda sizga qisqartirib Kayo's got two sons deb ketishgan. Siz mana shu gotni yordamida undan oldin kelgan apostrof s hasga tegishli ekanligini bila olishingiz mumkin. Va oxirgisi apostrof s'dan keyin noun kelsa, ya'ni eshitib turibsiz, s keldi, s'dan keyin sразу ot qatnashgan. Bilingki, bu demak possessionniki, ya'ni egalikniki. Sразу ot keldimi? Aha, bu demak ning demoqchi. Ningni isi kelgan deb sразу bilib qolishingiz mumkin. Misol uchun, Philippa's house is in Warsaw. Ya'ni Filippaning uyi, mana house o'sha keldi, ot sразу kelgan. Bilingki, bu demak undan oldin kelgan apostrof s'imiz bu bizga ningni berib kelgan. Tushuntir oldim deb o'ylayman. Agar savollar bo'lsa, yorishingiz mumkin. Yana keyin davom etishimiz mumkin. Kommentda savol bo'lsa, men keyin javob berishim mumkin keyinchi darsdan keyin. Endi darsni boshida aytilganida everyday expressions ham bo'lib o'tiradi degan edim, ya'ni kunlik frazalar. Sizlar bilan ilgari salomlashish, xayrlashishni o'tdik. Hozir bu yerda endi yana bir nechta so'zlarimiz bor. Bless you degan demak frazamiz. Bless you degani xuddi bizadagi sog' bo'ling, ya'ni kimdir oldingizda aksirsa sog' bo'ling degani bless you. Buni bilib qo'yishimiz kerak. Bu endi har kunlik anaqa sifatdagi so'zlarimiz, frazalarimiz qo'llanishi mumkin bo'lgan. Keyin bizada excuse me degan so'zimiz bor. Menimcha ko'pchilik uni eshitgan bo'ladi. Kechirasiz degan so'zimiz. Va unga yana I'm sorry yoki I'm so sorry degan sherigi ham bor. Juda ham afsusdaman, juda ham uzrliman degan ma'noda kelyapti. Bu nima uchun hozir bu gapda qatnashgan? Birinchi qism, ya'ni table'imizni birinchi qismi bilan ikkinchi qismi hozir ulangan deb hisoblaylar. Misol uchun excuse me, that's my seat dedi kimdir. Tipa siz konsertga borgansiz, o'tiribsiz o'rindiqda va oldingizga kelib uzr so'rashyapti-da, gapirishyapti. Kechirasiz, bu meni joyim deyishdi. Keyin sizni javobingiz, sizni reaksiyangiz bo'ladi, I'm so sorry, uzr, ming bor uzr degan bo'lasiz tipada. Tea, ya'ni so'rov bilan kelgan taklif berilyapti. Choy xohlaysizmi? Choy xohlaysizmi? Ichasizmi degan ma'noda kelyapti. Ularga qanaqa javob berishingiz mumkin? Shunchaki yes emasda, yes please, ha iltimos deb javob qaytarsak bo'ladi. Excuse me, where is the toilet? Ya'ni kechirasiz, hojatxona qayerda deb savol berishsa, sizning javobingiz bo'lishi mumkin. Sorry, I don't know deb javob qaytarishingiz mumkin. Endi yodlab qo'ysangizlar, mabodo chetga chiqsangiz, kerak bo'layotgan so'zlardan bittasida bu ham. Can I sit here? Bu yerga o'tirsam maylimi degan fraza ham ko'p qo'llanishi mumkin. Va qarshilingiz bo'lmasa, yes of course deyishingiz mumkin. Of course degani albatta degani. Ha, albatta. Thank you, bilasiz bu nima ekanligini, rahmat degani. Rahmat deb sizga kimdir, demak, minnatdorchilik bildirsa, siz aytasiz unga you are welcome deysiz. Arzimaydi, bizning tildagi arzimaydi degan tarjimani beradi. You are welcome. Xush kelibsiz emas bu yerda. Shunchaki arzimaydi degan narsa. Keyingisi up to you. Misol uchun bu bitta xonaga masalan bir nechta odam birga kirishyapti-da, bir-biriga yo'l bermoqchi. Siz ham o'zidan oldingi o'rtog'ingizga yo'l bermoqchisiz, kiravering demoqchisiz. After you deysiz shunchaki, sizdan keyin demoqchilar. Kiring, sizdan keyin men kiraman degan ma'noda after you deyish mumkin. Va unaqa gapdan keyin ikkinchi sherigi unga keyin thanks desa bo'ladi, rahmat deb ketishi mumkin. Yana bitta frazamiz I'm sorry, I'm late deyapti. Ya'ni kechirasiz, men kech qoldim. I'm late degan frazamiz kech qolmoq degani. Uzr, kech qoldim bo'lsa, unga bo'ladigan javobimiz that's okay, hammasi yaxshi, don't worry, xavotirlanmang degani. Demak, bularni yodlab qo'ysangizlar, bu razgovorniyda, speaking uchun qo'llanish mumkin bo'lgan frazalar esida qolsa, o'sha har kunlik muloqotda qo'llash mumkin bo'lgan gaplar edi.
Ozgina yana cho'zamiz vaqtni. Bizada yana bitta kichkina mavzucha bor, kichkinagina judayam. And va but ko'rib turibsizlar. And but bular bizada bog'lovchilar. Soyuz rus tilida, o'z tilida esa bog'lovchi. Qachon qo'llaysiz? Biz andni, ya'ni tarjimasini bilsangiz kerak, bu va degani. Bizning tildagi va. But esa ammo, lekin degani. Ular bog'lovchi. Qachon andni qo'llaymiz? Qachonki ikkita bir-biriga o'xshash bo'lgan ideyani, fikrni bir-biriga ulamoqchi bo'lsak. Masalan, the hotel is nice and it's near the city center. Mehmonxona yaxshi va u shahar sentrida joylashgan. Ikkala gapim ham o'sha gostinitsa haqida bo'lyapti va fikrlar bir-biriga o'xshash, shuning uchun men ularni qo'shmoqchiman va u uchun menga and degan so'z kerak bo'ldi. Endi butni qachon qo'llaymiz? Ammo degan so'zni biz ikkita bir-biriga qarama-qarshi fikrni bitta gapga jamlasak, qo'llasak bo'ladi butni. Misol uchun, the hotel is nice but it's not near city center. Gostinitsa yaxshi ekan-u, lekin u shahar markazida emas ekan. Yaxshiligi bu bizga yoqyapti, lekin shaharning o'rtasida emasligi bizga yoqmayapti. Ikkita bir-biriga qarshi bo'lgan fikrni bitta gapga ulash uchun men butni qo'llashim kerak ekan. Sizlarga faqatgina soyuzdan, ya'ni bog'lovchidan and va but o'tilyapti. Eslab qolinglar. And bu va degani, but esa ammo, lekin degani. Va qolgani hammasi sizlarga o'sha uyga vazifa. PPTni yuborib qo'yaman, videoni yuborib qo'yaman. Bajarib yuborsangizlar, qaytarib komment anaqasiga, gruppasiga men keyin tekshirib feedback beraman. Shu bugungi mavzu shudan iborat edi. Yana bir qaytarib o'taman. Iltimos, darsdan oldin yaxshiroq anaqaga yetishimiz uchun, yaxshiroq natijaga lug'atni ko'rib, tanishib, lug'at bilan ozgina ishlab, keyin dars tomosha qilsangiz, o'zingizga yaxshiroq eslab qolasiz. Darsimiz shunda tugaydi. Hammaga rahmat. Charchamanglar. Take care. Goodbye.